Hammaga assalomu alaykum va nihoyat uzoq kutilgan darsimizga kelinglar. Dasturlashni o'rganishdan oldin o'zi dasturchi kim degan savolga javob topsak. Dasturchi bu real hayotimizda bor bo'lgan kundalik muammolarimizni dasturiy ta'minot orqali hal qiluvchi kasb egalariga aytiladi. Dasturlashda yo'nalishlar ko'p va biza o'zimizga bitta ma'lum bir yo'nalishni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Hozir sizlar bilan birga yo'nalishlarni ko'ramiz. Asosiy keng tarqalgan 5 ta yo'nalishni va qaysi birida ko'proq ish bor, O'zbekiston sharoitida qaysi birini tanlasa yaxshi bo'ladi, qaysi birida daromad ko'proq. Sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Bizada birinchi yo'nalish bu software engineering. Ya'ni software engineering agar sizlar veb-saytlar yozishga, UI'lar qurish, backend yozishga qiziqsanglar, software engineering aynan sizlar uchun. Agar sizlar sun'iy intellekt va boshqa texnologiyalarga qiziqsanglar, bu sizlarga, ya'ni data science, machine learning, sun'iy intellekt yo'nalishi to'g'ri keladi. Agar sizlar hakerlik, xavfsizlik masalalariga qiziquvchan bo'lsanglar, sizlarga uchinchi yo'nalishimiz cyber security, ya'ni kiber xavfsizlik yo'nalishi to'g'ri keladi. Hammamiz yoshligimizda o'yin o'ynab katta bo'lganmiz va o'yin yozish, o'zimiz o'yin yaratish tuyg'usi hammamizda bor. Agar sizlar o'yin yozishga qiziqsanglar, game development yo'nalishdan ketganinglar qulay. Agar sizlarga serverlar, kuchli kompyuterlar, serverli kompyuterlar va cloud texnologiyalarini qurish qiziq bo'lsa, bulutli texnologiyalarni sizlar cloud engineering yo'nalishidan bemalol o'rganishinglar mumkin. Bugun biz sizlar bilan software engineeringni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, men o'zim ham software injenerman, shuning uchun software injeneringni sizlar bilan kanalimda o'rganib boramiz. Xo'p, software engineering o'zi ham asosiy ikkita katta yo'nalishga bo'linadi. Birinchisi front-end development, ikkinchisi esa back-end development. Xo'p, kelinglar. Front-endchi o'zi kim? Biz ko'radigan barcha dasturiy ta'minotlar, o'sha sizlar bilgan Click bo'ladimi, PayMe bo'ladimi yoki veb-saytlar, YouTube bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bularni hammasi sizlar ko'rib turgan narsalarning hammasini bu front-endchilar yozadi, front-endchilar realizovat qiladi. Sizlar ko'rib turgan barcha narsani. Xo'p. Endi kelinglar 2026-yilda front-end dasturchi bo'lish uchun yo'l xaritasini ko'rib chiqamiz. Butun dunyo dokumentatsiyalash tili bu HTML hisoblanadi. Sizlar bilgan YouTube bo'ladimi, Instagram bo'ladimi, hammasida HTML kod bor. Brauzerdan ochganingizda HTML kod обязательный bu. HTML bu butun dunyo dokumentatsiyalashning asosi hisoblanadi. Va biz HTMLda struktura qurib oldik. Endi unga biza bezak berishimiz kerak. Shunchaki HTML strukturani o'zini userga berishimiz, hatto u juda ham tartibsiz va pala-partish ko'rinishda bo'ladi. Bu narsani realizovat qilish uchun bizga albatta CSS kerak bo'ladi. CSS ni o'rganganimizdan so'ng shunday vaziyatlar bo'ladiki, dasturiy ta'minot bilan biz tezroq bitkazishimizga to'g'ri keladi. Va bu paytda CSS orqali hamma kodlarni yozish to'g'ri yechim emas. Bizga shu paytda tayyor komponentlardan iborat bo'lgan Bootstrap yordamga keladi. Hozirgi kunda Bootstrapdan boshqa texnologiyalar ham bor. Misol uchun Tailwind ham juda ham tez rivojlanib kelyapti va Bootstrapdan ustunlik va kamchilik tomonlari bor. Biz bu kurs davomida sizlar bilan Bootstrapni o'rganamiz. Keyin esa biz sizlar bilan dastur ta'minotimizni qurdik. Endi unga interaktivlik, ya'ni harakatlarni qo'shish uchun JavaScriptni o'rganamiz. O'zi umuman JavaScript tili juda ham boy til hisoblanadi. Keyinchalik ham boshqa yo'nalishlarga, boshqa narsalarga o'tganda ham JavaScript juda ham kerak bo'ladi. JavaScript o'zi umuman web developmentning asosi hisoblanadi. JavaScriptsiz web developmentni tasavvur qilish imkonsiz. Ya'ni siz biladigan barcha veb-saytlarda deyarli hammasida JavaScript ishlatilgan. Biz har doim ham strukturamizni HTML, CSSda qurishimizni o'zi yetarli bo'lmaydi. Biz oxirida baribir JavaScript asosida qurilgan React.js frameworkini oxirida bo'limimizga kelib sizlar bilan o'rganamiz. Uni ustida loyihalar quramiz va junior front-end developer bo'lamiz. Shuni aytganmiz. Xullas, buni o'zi baribir front-endchi bo'lish uchun yetarli emas. Buning ichida orasida hali biz o'rganadigan kichik texnologiyalar bor, yana mayda-mayda komponentlar bor. Ularni ham kurs davomida sizlar bilan ko'ramiz.
Xo'p, sizlar bilan biza frontendni ko'rib chiqdik. Endi sizlar bilan kelinglar backend developerlarni ham ko'rib chiqamiz. Backendchilar kim? Bu backendchilar bu serverlar, ma'lumotlar bazasi, aplikatsiya va biznes mantiqni ishlab chiquvchi dasturchilar hisoblanadi. Dedik, biz YouTube'ga kirdik, bizda videolar chiqadi. Buni videolarni qanaqa ko'rinishda bo'lishi bu frontendchilarning ishi. Videoni ustiga bosganimizda so'rov boradi YouTube'ga. Shu videoga user kirmoqchi. Server bizga shu videoni obratni jo'natadi. Kim videoni qo'ygan, qachon qo'yilgan, nechta prosmotr bor, bularni barchasini backend dasturchilar hal qilishadi. Xo'p, kelinglar 2026-yilda backend dasturchi bo'lish yo'l xaritasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Aytib o'tganimdek, biz backend o'rganish davomida doimiy serverlar bilan ishlaymiz. Serverlar men esa faoliyatim davomida esa 90%, 90% emas, 95% serverlar bu Linux operatsion tizimida qurilgan. Men hech qachon ko'rmaganman Windows operatsion tizimida server yurg'izishganini. Ertaga dastur ta'minotini tayyorlab bo'lganimizdan so'ng uni serverga qo'yishimiz uchun bizga albatta Linux kerak bo'ladi. Biz birinchi Linuxni o'rganishdan boshlaymiz. Va biz endi ma'lum bir dasturlash tilini tanlab olishimiz kerak backend uchun. Biz bu keysda Python dasturlash tilini o'rganamiz. Nima uchun Python? Misol uchun Javada ham backend yozsa bo'ladi, JavaScriptda ham backend yozsa bo'ladi. Yo bo'lmasam PHP da ham backend yozsa bo'ladi. Lekin hozirgi kunda Python bu eng tez rivojlanib kelayotgan dasturlash tillaridan biri va eng ko'p foydalaniladigani va hozirgi kunda sun'iy intellekt ham rivojlanib kelyapti. Agar sizlar keyinchalik sun'iy intellekt dasturchisi bo'lmoqchi bo'lsanglar, albatta Python sizlarga juda ham kerak bo'ladi, chunki sun'iy intellekt bu Python asosida sun'iy intellektlar quriladi. Biz dasturchilik faoliyatimizni boshlaganimizdan so'ng yolg'iz o'zimiz ishlamaymiz. Biz jamoa bilan ishlaymiz va dasturlarimiz har doim ham serverga yuklamaymiz Dasturlarimizga yangilanishlar kiritilganda uni versiyalashimiz kerak. Biz bu dasturlarimizni versiyalash va jamoaviy ishlash uchun sizlar bilan birgalikda Gitni o'rganamiz. Git va GitHubni o'rganamiz. Va keyin sizlar bilan Python asosida qurilgan Django web frameworkini o'rganamiz. Django frameworkini o'rganamiz. Django frameworkida biz asosiy backend logikalarni quramiz. O'sha CRUD amallar barchasi Django frameworki orqali quriladi va bu Python dasturlash tili ustiga qurilgan mutlaqo. Internetning o'zi asosiy maqsadi internet paydo bo'lgandan beri hamma narsa ma'lumotni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish, ma'lumotni saqlash, tartiblash, uni jo'natish va qabul qilish bo'lgan. Va buning asosida ma'lumotlar ombori etildi. Sizlar bilan biz Djangodan keyingi bo'lim kelib Postgres, SQLite va NoDB, ya'ni umuman olganda ma'lumotlar bazasini o'rganamiz. Biz dasturiy ta'minot qurdik, ma'lumotlar bazasiga saqlashni o'rgandik va endi biz dasturiy ta'minotimizni userga taqdim etishimiz kerak. Bu esa bevosita deployment deyiladi. Deployment juda ham keng mavzu. Biz server bilan ishlay olishimiz kerak deploy qilish uchun, cloud texnologiyalar bilan ishlay olishimiz kerak. Hamda Unicorn, Nginx degan ko'plab texnologiyalar bor. Nasib bo'lsa sizlar bilan hammasini birgalikda kurs davomida ko'rib chiqamiz. Bu yerda hozir birdaniga to'liq ma'lumot berishga imkon yo'q. Qisqacha ma'lumot berdim. Kursimiz davomida sekinlik bilan sizlar bilan hammasini Xudo xolasa ko'rib boramiz. Обязательно kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Darslar bundan buyon to'xtamaydi. 2026-yilda nasib bo'lsa faqat kod yozamiz. Hozir qish bilaman, ish yo'q, hech qanaqa, hamma narsani yig'ishtirib, faqat shu narsaga fokusimizni qaratamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.